Navbatdagi super drive ekanmiz. 7,5 kilovatligidan 3000 оборотli заводской yangi motor qo'yilganidan Buxoroga tayyor bo'ldi. 0988 raqamli klientimizga. Xo'p, Makkani eng zo'rini olib qo'ydik. Hozir bunda Makkani maydalab ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Xo'p, mana ko'rgan bo'lsangiz obunachilarimiz 20 kilo Makkani necha sekundda maydalagan точно bilmaymiz, lekin sizlardan bitta narsa shuni kommentariyada yozib ketinglar. 20 kiloni necha sekundda maydalab tashladi. 7,5 kilovatli, soatiga 1 tonnali deymiz. Kimga shunaqa drabikalar kerak, Qo'qon shahar 4-hafta bazanishdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bitta like tayamanglar.